Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Qadrdonlar, bu yerda ikki xil g'ishimiz bor. Hozir ikki xil g'ishimiz bilan tanishtirib o'taman sizlarga. Bu yerda joyida 12,5 ming so'mlik g'ishlarimiz bor. Bu 12,5 ming so'mlik g'ishlarimizni ancha sifati zo'r, qattiq bo'ladi. 38 kg 40 kg gipsga 2 kg sementi bilan 3 dona chiqadi qalbda. Quyilganda 30 kg vaznga quyiladi, quriganda 16 kg vaznga quriydi. Bu yoqda 10.500 so'mlik g'ishlarimiz bor joyida. Bu 35 kg gipsga 3,5 ta chiqadi. 2 kg sementi bilan. Penasini jinni qo'shib qo'yamiz. Nimagaki yengilroq vaznda quyiladi. Sal eziladi. Jinni qattiqroq bossangiz, qurigandan keyin bu ham ezilmaydigan bo'lib ketadi. Qatib ketadi bu ham. Xudo xolasa, zo'r qatiydi bu ham. Uni ham garantiyasi bor. Bunaqa nuqsoni yo'q. Haligi bittasi yarimi g'alati, bitta boshqacha bo'lib quyilgan emas bular. Hammasi bir xilda quyilgan. Bunisi bir xilda qattiq g'ishlardan bo'ladi. Sifatini ko'rdinglar-a? Bu Andijon viloyati Asaka tumani Dasronchiqda quyilyapti. Kimga shunaqangi sifatli pena blo'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarga telefon qila olinglar. Bunisi 10.500 so'mda, bunisi 12,5 ming so'mda.